Bugün Yangi Bozor sentridamiz. Bu yerda tandır tovuq yo'lga qo'yilibdi ekan. Shuni hozir sizlarga tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Mana manzili nerda desangizlar, mana paxta zavodi yo'li bor bilasizlar. Svetofor bor. Shundan kelaversangizlar, o'ng qo'lda bo'ladi. Yo'lni bo'yinda o'zi. Aynan o'zi Urganchdan kelaverishda chap qo'lingizda bo'ladi. Yo'lda ustida tandir turibdi o'zi. Mana hozir issiq suyuji ochiladigan yerga keldim do'stlar. Bemalol ko'raverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiraman, bog'lansangiz bo'ladi. Og'a, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tandir tovuq yo'lga qo'ydingizlarmi? Albatta, albatta. Xudo xolosa ish o'rdamiz. Shora galaverasizlar, isbot pishiklar. Xudo xolosa Gullandan bir mestamiz bor, Bedam Yangi Bozordan bir mesta ochdik. Dala do'konini yonida. Biza yo'q vaqtda shora kelib so'rasangizlar ham topib beraveradilar. Hava. Dala do'konni bilasizlar 24 soat davomida ishlaydi. Agar kechda sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, saboy sho'rdan ikkitasiz ham bo'ladi. O'zi bu yerda saboy aqra. Havo, saboy o'zi bilan ikkitadi. No'dan tovuq bunda bu. Ha? No'dan tovuq bu. Dombaqma mashina. Dombaqadan. Necha kilo chiqadi birsi? 1 kilo 100, 1 kilo 200 chiqadi. 60 ming so'mdan bir donasi isbot pishiklar galaverasizlar xudo xolosa. Shu yerdamiz, xizmatlaringizdamiz. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, dombaq tovuqlarimiz 1 kilo 200, 1 kilo 300 chiqadi deydi mana bir donasi. 60 ming so'm donasi shu bir donasi. Kerak bo'lsa bemalol dastlab kettirasizlar yoki shundan saboy eksangiz bo'ladi. Dala do'konni bilasizlar, Yangi Bozor sentridagi 24 soatli shuni yonida ochildi bu. Bemalol kelaverasizlar kerak bo'lsa. Shu pastda telefon nomerlari bor, shu nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Mana 97 dan 513 66 66 raqamlardan qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Yangi Bozor do'stlaringizga tashlab qo'yinglar. Omon bo'linglar. Like bos, yoddan chiqmasin.